pulingiz ko'p, zakazingiz ko'p degani har doim ishlashingiz kerak degani emas. Ertalabdan kechgacha hamma zakazlarimni chiqazishga ulgurmaganim uchun kechasi ham zakaz yig'ib tayyorlashni boshladim. Kechasi uxlamaganim uchun gormonal buzilish bo'ldi va meni buqog'im bo'lgani uchun ozgina nafas siqib, yuzlarim yomon bo'lishni boshladi. Dorilarimni vaqtida ichib, birinchi lichinamni olganimdan keyin kun tartibim, ovqatlanishimni va hayotimga sportni qo'shib, to'g'ri pitaniya qilishni boshladim. Boshida ko'rgan videolaringizdagi, lekin baribir yuzimda qanaqadir charchash, umuman ishlamasam ham, dam olsam ham yuzimdagi charchoq ketmadi. Tanish bilishimdan so'rab, yaxshi kosmetolog topib, Feruza opamlarning oldilariga bordim. Ular birinchi mendan nima bo'layotganini so'rab, menga konsultatsiya o'tib berdilar. Meni o'zidan o'zi peshonamga toshayotgan uguriylar oshqozonim narligini tushuntirdilar. 2,5 oy oldin oshqozonim uchun lichina olganimni va menga 2,5 oylik lichina yozib berganini. Yuzimni yaqindan ko'rdilar-da, yuzingizni oldin yaxshilab chiziq qilib beraman, keyin peeling qilamiz. Uguriylaringiz qurishni boshlaydi, ko'ramiz. Bitta dona chiziq bilan yuzingiz yaxshi bo'lib qolmaydi. 4 marta kelishingiz kerak. Har hafta keling dedilar. Uyqingizni, ovqatlanishingizni to'g'irlamasangiz, men sizga hech narsa qilib bera olmayman. Menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan birgalikda kun tartibimizni to'g'irlaymiz.